Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilar. Yana bu son opkamiz Xazarsk tumanidan bo'ldi. Kuxunli mebel ishlab berdik. Kuxunli mebelimiz 1 pagonla metrini 3 million 200 ming so'mdan ishlab berdik. Balandchi qismlarni profilli aynalardan ishlab berdik. Kuxunli mebelimizni ko'rishingiz mumkin. No jihozlar qo'yganini qo'ldan kelgancha qisqacha tanishtirib o'taman. Stollari rossiyskiy yaxshi stollardan, qalin stollardan qo'yib berdik. Bez urishga variantda bo'ldi. Mexanizmlar davudchikli bo'ladi. Yan kısımlarına xalallığı için joy, yan başlarına şişkap taxlab berdik. Pastki kısmına gaz balon için mesle kaldırıp berdik. Balandchi kısımlarına led lampochkalarni ulab berdik. Bellerine kesek, orta kısımları 100% puxa plastik oldu. Belli mexanizmlar ham yaxshi mexanizmlardan qo'yib berdik. Gazlarni o'rnlardan qo'yib taxlab berdik. Mexanizmlarni kesek, tandem bo'ladi. İçi kısmı 100% indef materialdan bo'ladi. 100% puxa plastik, davudchikli mexanizmlardan qo'yib berdik. Mo'ykalar yaxshi mo'ykalarni ulab ishlatib berdik. Ben kısımları shunday variantda bo'lib chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Ekranda telefon raqamlarini qoldiraman. Bemalol telefon urib zakaz berishingiz mumkin. Ya mebel haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol telefon bog'lanishlaringiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarda o'tib bermaysizlar.